Bir kuni bir fermerni oti o'lib qolibdi. Qo'shnilar, qishloqdoshlar kelibdi-da, "Voy, buni qaranglar, juda ham achinarli holat bo'pti" desa, fermer pinagini ham buzmasdan "Bo'lishi mumkin" deb javob beribdi. Ertasi kuni fermer boribdi-da, 7 ta yovvoyi otlarni olib kelibdi. Yovvoyi otlarni olib kelganini ko'rgan qo'shnilar, mahalladoshlar ko'ribdi-da, "Vau, bu zo'r bo'pti-ku. Endi seni otlaring ko'p bo'ldi, yerlaringni haydashga ham qiynalmaysan" desa, fermer yana "Bo'lishi mumkin" deb javob beribdi. 3-chi kuni o'sha otlarning birini mingan o'g'li yovvoyi ot emasmi? Uni olib qochib ketibdi-da, yiqitibdi, o'g'lining oyog'i sinibdi. Yana qo'shnilar uni ko'rib, "Ha, yomon bo'pti" deb hamdardlik bildirsa, fermer yana pinagini buzmasdan "Bo'lishi mumkin" debdi. 4-chi kuni urush boshlanibdi. Urush boshlanganda hamma voyaga yetgan yigitlarni olib armiyaga jo'natishga voyenkomatdan odamlar kelibdi-da, hammani yig'ishtirib ketibdi. Faqat fermerning o'g'lini olib ketmabdi. Nega deysizmi? Chunki uni oyog'i singan edi. Shunda qo'shnilar "Ha, senga yaxshi bo'ldi. Seni o'g'lingning oyog'i singani o'g'lingga foyda berdi" desa, fermer yana o'sha holatda "Bo'lishi mumkin" deb javob beribdi. Qissadan hissa shuki, oldingizdan chiqqan muammo sizga yaxshilik keltiradimi, yomonlik keltiradimi hech qachon bilmaysiz. Shuning uchun muammoga muammo deb qaramang, sinov deb qarang. Shuning uchun bilingki, sizning ham hayotingizda har xil narsalar bo'lishi mumkin.